Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda Telegram kanalimga kelib tushgan vakansiya haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni vakansiya Angliyadan kelib tushgan. Vakansiyani to'lig'ini hozir video davomida tushuntirib beraman. Qanaqa ish, oylik, qanaqa yotib turish, yeb ichishimiz qanaqa hammasini sizlarga noldan tushuntirib beraman. Video boshida aytib o'taman, men hech qanaqa ishga boruvchi yoki konsalting firma emasman. Men shunchaki Yevropada chiqayotgan ishlarni shundoq kanalimga tekinga tashlab mana shunaqa o'zbek fuqarolariga oz bo'lsa-da yordam tegib turadigan kanal admini bo'laman. Xo'p, ishga qaytadigan bo'lsak, ishimiz Angliyada ombor qadoqlovchisi kerak, ya'ni sut mahsulotlari bo'yicha xizmat olib boradigan sklad, ya'ni omborga qadoqlovchilar kerak. Oylik maoshi $3240 dan $3750 bo'lar ekan. Bepul turar joyi bor, ya'ni o'zlarini kvartira topib va o'sha kvartirani sizlarga shundoq bepulga nima qilib qo'yadi, joylashtirib qo'yadi. Hech qanaqa oyligilardan olib qolmaydi. Keyin parvoz chiptalari bepul deyilgan, ya'ni agar sizlar ishchi bilan gaplashib, ya'ni ish beruvchi bilan gaplashib turib, agar ularga ma'qul keladigan bo'lsanglar, sizlarni shundoq tekinga parvoz chiptalarigacha to'lab turib chaqirib olishi mumkin. Xo'p, sizlar majburiyatinglar nima bo'ladi? Sizlar majburiyatinglar sut mahsulotlarini tanlash, qadoqlash va yorliqlash deyilgan. Mahsulot sifatini ta'minlash, ombor mashinalarini xavfsiz ishlatish, ish joyini toza saqlash va yuborishdan oldin sifatni tekshirish bo'ladi. Sizlarning qiladigan ishlar shu. Xo'p, talablar. Sizlarga qanaqa talab qo'yadi? Ya'ni ombor tajribasi kerak. Bu afzal deyilgan, ya'ni ombor tajribasi shart emas, lekin agar ombor tajribasi bo'ladigan bo'lsa sizlarda, bu degani sizlarni ishga olish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi va ish beruvchi bilan tezroq aloqaga chiqib, ishga ketishlar tez bo'ladi. Keyin jismoniy tayyorgarlik, ya'ni 25 kilogrammgacha ko'tarish deyilgan. Ya'ni sizlar 25 kilogrammgacha bo'lgan mahsulotlarni ko'tara olishinglar kerak, ya'ni jismonan baquvvat bo'lishinglar kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, bu ish ham ayollar uchun ham erkaklar uchun ham to'g'ri keladi. Bu yerda 25 kilogrammgacha ko'tarish faqat erkaklar uchun aytilgan. Bu yoqda ayollar uchun qadoqlash, shunaqa ayollar qiladigan ishlar ham bor bu yerda. Xo'p, murojaat uchun deyilgan WhatsApp bilan Telegram nomerini yozib qo'yibdi. Mana ko'rishinglar mumkin. +44lik kod bilan. Bu sizlar ish beruvchi bilan mana shu nomerlar orqali gaplashib, ish haqida batafsilroq ma'lumot olib, kelisha olsanglargina sizlarga u yoqdan job offer yuboradi, ya'ni taklifnoma yuboradi va sizlar pochta orqali taklifnomani qabul qilganinglardan keyin sizlar Angliya elchixonasiga borib turib, vizani to'g'irlab ketishinglar mumkin bo'ladi. Buni hammasini davlat orqali qilasizlar, ya'ni sizlar asosiy qiladigan ishlar mana shu ish beruvchi bilan gaplashib turib, u yoqdan job offer yubora olishi kerak boyagi ish beruvchi va sizlar aytib o'tgandek elchixonaga borib vizani to'g'irlab 6 oylik yoki 1 yillik viza to'g'irlab ketishinglar mumkin. Xo'p, endi bu ish qanaqa darajada ishonchli, ya'ni men qayerdan bu ishni oldim va sizlar qanaqasiga bu ishga ishonishinglar mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ishga hoziroq yoziling turibdi. Mana shuni bitta bossak, bizada silga chiqadi. Ochishni bitta bosadigan bo'lsak, bizani saytga olib o'tadi. Bu saytni ko'radigan bo'lsak, labour.in degan sayt. Bu saytni ko'pchilik bilmasa kerak. Bu sayt do'stlar Yevropada eng ishonchli sayt, ish beruvchilar uchun sayt hisoblanadi. Ya'ni Yevropada juda ham ko'pchilik yangidan ochilayotgan, yangi ish boshlayotgan kompaniya, sklad yoki har xil ishlarga mana shu saytlarga kirib turib ishchi qidirishadi. Eng kamini aytaman do'stlar, eng kamida 10 mingtadan ziyod odam olishadi mana shu saytga kirib turib. O'shaning uchun sizlar ham topshirib, agar to'g'ri keladigan bo'lsanglar, ishga ketishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bunda ko'rishinglar mumkin, 4L deb qo'yibdi, ya'ni mana bunda ko'rishinglar mumkin, ya'ni hamma uchun deyilgan ish. Mana pastroqqa tushadigan bo'lsak, boyagi nomer va bu yerda inglizchada yozib qo'yilgan boyagi Telegram kanalimga tashlab qo'yilgan postni ko'rishinglar mumkin. Xohlasanglar, mana bu tepada yozib qo'yilgan WhatsApp yoki Telegram orqali mana shu nomerlardan aloqaga chiqsanglar bo'ladi ish beruvchi bilan. Yokida mana bu yerda send message to the employer degan yozuv bor qizilda. Shuni bitta bosib turib, bizni mana shunaqa o'zi avtomatik chiqadi, yoki telefon nomeri so'rardi. Hozir menda bunaqa chiqdi. Sendni bitta bosadigan bo'lsak, okey bosamiz.
Xo'p, sizlardan telefon nomeri so'rashi mumkin yokida shunaqa chiqishi mumkin. Agar sizlar bu saytda ro'yxatdan o'tgan bo'lsanglar chiqadi, adashmasam bu mana bitta bosganlar degan ro'yxatdan o'tgan bo'lsanglar chiqadi va sendni bosadigan bo'lsanglar sizlarni pochtalarga boradi. Lekin bu sizlarga qiziq emas. Sizlarga eng glavniysi mana shu nomerlar hisoblanadi. Mana shu nomerlar orqali sizlar ish beruvchi bilan bog'lanishinglar mumkin bo'ladi. Agar pastroqqa tushib turib sizlarda CV fayl bo'ladigan bo'lsa, mana bunda send CV turibdi. Mana shuni bitta bosadigan bo'lsanglar, sizlar CV fayl yuborib turib ham ish beruvchi bilan bog'lansanglar bo'ladi. Ya'ni saytga avtomatik olib o'tadi. Hozir buni bosdim, chunki bu men uchun shart emas. Buni sizlar bo'lsasizlar kirib turib va sizlardan ro'yxatdan o'tishni so'raydi. Keyin ro'yxatdan o'tib turib CV fayllarni yuborasizlar va ish beruvchi sizlar bilan telefon nomerlar orqali yokida Gmail orqali o'zi avtomatik tarzda sizlar bilan bog'lanadi do'stlar. Xo'p, bu ish agar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunda Telegram kanal silkasi bor. Ya'ni Xorazm pastki ish, pastki e'lonlar deb yozasizlar yokida mana shu bitta skaner qilib olsanglar, o'zi avtomatik tarzda olib o'tadi. Telegram kanalimga mana shunaqa Yevropadan ishlarni har kuni iloji boricha tashlab borishga harakat qilaman. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, albatta sizlarga ham manzur kelgan ishlarni albatta kirib ish beruvchi bilan gaplashib, to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa konsalting firma yokida birovga pul bermasdan turib o'zinglar ish beruvchi bilan gaplashib ketishinglar mumkin bo'ladi. Videorolik shulardan iborat edi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hamma savoliga iloji boricha javob beraman. Video tugadi. Hammaga rahmat.